Obid aka, bu avtokranga Surxondaryoda ish bormi o'zi? Ish ko'p. Bizda 10 dan ziyod obyektlarimiz bor, ehtiyojimiz katta. Hozir yana bitta shunday texnikaga shartnoma olamiz. Assalomu alaykum, Chindan guruh kuzatuvchilari. Mana bugun navbatdagi quvonchli kunda turibmiz. Texnikamizni topshirish jarayonida Surxondaryodan Obid akamiz bizlardan buyurtma asosida Zumilyon brendiga tegishli 50 tonnalik H modelini buyurtma bergan edilar. Mana avtokranlar yetib keldi. Ushbu avtokranimiz yangi avlod kabinalari bilan jihozlangan bo'lib, mana 46 metr strela, 10,5 tonna og'irlik toshiga ega. Mana avtokranni akamiz, mexanik akamiz ishlatib ko'rib oldilar va umuman Chindan kompaniyasi haqida fikrlaringizni bildirsangiz. Chindan kompaniyasiga kattakon rahmat. Mana bergan zaявkamizni tez orada yetkazib berdi. Narxlari ham yaxshi, texnikani o'ziga gap yo'q. Ishlash sistemasi hammasi komfort. Sizlarga kattakon rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Tagidan shamol o'tib tursin, o'zidan ko'paysin deydi-ku. Kompaniyamiz tomonidan kichik bo'lgan sovg'ani qabul qilasiz. Sizlarga ham omad. Nima deydi? Bu kompaniyaga gap yo'q. Agarda sizga ham Xitoydan hamyonbop narxlarda mana shunaqangi texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirroq pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Chindan har doim, har bir mijoz uchun chin dildan.